Mana da kameliyani o'tgan yilda tanishga ekib berdik. Kisli torfga aytib o'tib ketardik. Juda ko'pchilik yaniga oddiy turpoqqa oddiy yerda o'ziga ekib beradi ekan. Mana yozda ekib berganmiz. Gullayapti. Mana bu yangi g'uncha. Eski g'unchalar. Bular yarim yil yashadi mana shu yil. Sharoitini zo'r qilib bergan. Ko'pchilik o'ldirib qo'yapti. Bizdan olgan odamga tushuntirib, nima qanaqa joyda hamma yo'g'ini aytib, o'rgatib chiqarib olganmiz. Mana yaxshi holatda turibdi. Nima bo'lyapti kameliya izladim, zo'r o'syapti. Olib kelinchi bitta video qilib qo'yamiz deb. Holat vashshe zo'r. 150 mingmi yo 200 mingmi kameliyada mana shu. Yozda olgan, o'sha hozir bugun 5-noyabr ekan. Holati mana shu. Yaxshi o'stiryapsiz ekan dedim. Natija bu ham yarim yil yashatibdi. Klientimiz gulini o'ta zo'r.